Shahzod Uzoqov, ya'ni Gold taxallusi bilan tanilgan MMA aralash jang san'at ustasi sportchimiz advokat hisoblanaman. Hozir shu kunga qadar O'zbekistonimizda dolzarb mavzu bo'lib kelgan, ya'ni Gold mavzusi bo'yicha bir bayonot bermoqchiman. Hammaga salom. Gold qamalibdi degan xabarlar chiqdi. Yaqinda Gold video qilib chiqqan edi. Iltimos yordam beringlar, blogerlar meni qamalmasligimga, farzandlarim yolg'iz yetim bo'lib qolmasligiga deb. Hozir men shu videoni ko'rib hayron bo'ldim. Nima uchun? Aslida nima aybi borligini men даже bilmayman. Men bu bolani o'sha Tayvanda yurgandan keyin, Taylandni mana shu kelgandan keyin yaxshi tanishib boshladim. Keyin ozodlikka chiqib yutkizmadi. Bo'yda yutkizib qo'yib, yana ozodlikni tark etdi deb o'ylab qoldim. Menimcha bo'yda yutganda bu bola buni qamashmas edi. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Va nihoyasiga ko'ra Gold o'zi qilgan qilmishlari bilan aybli deb topilib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni o'tab chiqquniga qadar aziz muxlislar, O'zbekiston xalqi, Goldning muxlisi bo'lib qola olasizmi? Parvardigor hamma xato qiladi, hammamizda xatolar yetarli. O'ylamasdan gapirib qo'yamiz, o'ylamay ko'chada bironta ish qilib qo'yamiz va buning orqasidan o'zimiz jabr diyda bo'lib qolamiz. Qo'yganda ham Goldga qamoqdan eson-omon qutulib chiqib olishini Allohdan so'rab qolamiz va Gold muxlislariga podдержкада bo'lishinglarni tilab qolamiz. Oila a'zolariga sabr toqat tilaymiz. Alloh o'zi mushkullarini oson qilsin va ishlari tezroq bitib, qamoq jazosini eson-omon o'tab chiqib olsinlar. Sog'lik tilab qolamiz hammanglarga. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.